Bu salatni hamma har xil tayyorlaydi, lekin men usulimda ham bir marta tayyorlab ko'ring, sizlarga ham juda ham yoqadi. Ranglari chiroyli va ishtahabbob bo'ladi. Ishimizni funchoza xamirini idishga solib, ustidan qaynab turgan suv quyib, qopqog'ini yopib, 15 minutga qoldiramiz. Ko'p qolib ketmasin, ezilib ketadi. 15 minutdan keyin muzli suvga chayib, olib qo'yamiz. Qizib turgan yog'da piyoz bilan go'shtimizni qovurib olamiz. Go'shtimizni laham, pare to'g'ralgan bo'lishi kerak. Qiyma ishlatsanglar, agar orasida ozgina yog'i bo'lsa, salatinglarni aralashtirganinglardan keyin rangi xunuk bo'lib xiralashib qoladi. Laham go'sht eng to'g'risi. Tuz, tomat solib, qizartirib qovurib olasiz va sovutib qo'yasiz. Xamir ustidan svetofor bolgarskiylarni somoncha shaklda to'g'raymiz. Ko'katlar, pomidor, bodring, chesnok, ko'k piyoz solamiz. Qovurib qo'ygan go'shtimizni solib, markavcha salatidan foydalandim. Bir siqim markavcha solib, yaxshilab aralashtirib olasiz. E'tibor bering, yaxshilab aralashganidan keyin 1 osh qoshiq shakar va 1 osh qoshiq olma sirkasidan solasiz. Koreyskiy tuz o'rniga shakar eng foydalisi hisoblanadi. Olma sirkasi bo'lmasa 9% уксусdan ham foydalansanglar bo'ladi. Sahranit qilib albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak. Sahifamga obuna bo'lib, funchozani yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmang.